Assalomu alaykum barchaga. Ushbu video qo'llanma davomida sizlarga multilevel imtihoni uchun yo'llanmani qanday qilib yuklab olishni ko'rsatib o'tmoqchiman. Buning uchun bizga kerak bo'ladi MyGo ilovasi. MyGo ilovasini ustiga bosamiz. Ilova ichiga kirganimizdan keyin chap qo'l yuqori burchakda 3 ta tayoqcha bor, o'shani ustiga bosamiz. Keyin esa arizalarim demak bo'limiga kirishimiz kerak bo'ladi. Arizalarim bo'limiga kirib chet tilini bilish darajasini aniqlash degan arizani ustiga bosamiz. Shundan keyin ariza ochiladi. Pastroqqa tushadigan bo'lsak, repozitoriyadagi fayllar bo'limida imtihonga yo'llanma paydo bo'lgan bo'ladi. Agar chiqqan bo'lsa, chiqmagan bo'lsa ozgina kutamiz. Mana shu yerda paydo bo'ladi. Buni yuklab olib, imtihon vaqtlari qayerda bo'lishi to'g'risida ma'lumotga ega bo'lishimiz mumkin.